Har yili millionlab odamlar kruiz sayohatini umrida hech bo'lmaganda bir marta sinab ko'rishni orzu qiladi. Lekin bir savol bor. Bu haqiqatdan ham shunchalik zo'rmi? Yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganimizning barchasi shunchaki chiroyli kadrlarmi? Biz bunga javob topish uchun yo'lga chiqdik. Avval Parijning romantik ko'chalari, keyin esa Bryusselning o'ziga xos muhiti va nihoyat Italiya O'rta Yer dengizi bo'ylab ulkan Costa Smeralda kruiz layneriga chiqdik. Bu videoda siz kemaning ichki hayotini, xonalarini, ovqatlarini, ko'ngilochar dasturlari, narxlar va yashirin xarajatlarni, qulayliklar bilan birga kamchiliklarni ham ko'rasiz. Eng muhimi esa kamera orqali deyarli yetkazib bo'lmaydigan o'sha kruiz atmosferasini siz bilan birga his qilishga harakat qilamiz. Bu oddiy sayohat emas. Bu sizib yuradigan butun boshli shahar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Travel X chiqqan safar MSC Eurobay kemasiga Fors ko'rfazi bo'ylab bo'lgan ekskursiyamiz YouTube kanalimizda iliq to'lin yarashon. Bu safar sizlarga yangi marshrut O'rta Yer dengizi bo'ylab dunyodagi eng katta kemalar top 10 taligiga joylagan gigant Costa Smeralda kemasida 8 kun sayohat qilamiz. Yevropaga sayohat uchun biz UZ Airways ya'ni O'zbekiston havo yo'llarini tanladik. Adashmagan ekanmiz chunki servis navigatsiya bo'loni, ya'ni ko'zga boyiladigan tapichkalar 8 soatlik polyot uchun hamma narsa bor. Xo'p. O'zi haqiqiy turistlar nimalar olib ketish kerak? O'shani ko'rib o'tmoqchiman. Yoz oyida quyoshdan kirib. Aptechka. Busiz bo'lmaydi. Agar samolyotda ko'kchadigan bo'lsangiz, qo'lovlayotadigan bo'lsa, har doim port O'zbekiston porti eng effektiv yo'lda turaman. Shumshgan narsalar samolyotdagi ovqat tayyor qorinmasanglar, o'zingizlar bilan ovqat olsanglar bo'ladi. Xullas 8 soat Parijga yo'lni oldik. 1 hour later. Hours later. Three hours later. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Travel X, yana biz ko'rib turganingizda Fransiya poytaxti Parij shahridamiz. Orqamdagi Louis Vuitton mehmonxonasi, o'sha mashhur, qizlar ko'pchilik bilishadi. Bu yerda esa Arc de Triomphe. Parijni go'zal qilib turadigan bitta binolardan biri. Xo'p, gostinitsani qayerdan olish kerak degan savollarga men javob topdim. 3-marta kelib har xil rayonlarda yashab ko'rdim. Gostinitsani imенно mana shu rayondan olish kerak ekan, chunki aholi tinch, hamma shoplar, ovqatlanadigan joylar hech nima uzoq emas, pishkom bemalol yursanglar bo'ladi. Men hozir Parijning yuragi bo'lgan Eiffel Tower tagida turibman. Xo'p, nimaga bu yerga keldik? O'zi bu kruizniy tur-ku desanglar, imенно kruizlar Parijdan yoki undan kichik bo'lgan shaharlardan o'tmaydi. Port shaharlardan yuradi. O'shaning uchun Parijni ham chiroyini ko'rib ketish uchun biz imенно O'zbekistondan Parijga, keyin yana bir nechta joylarni ko'rib, kruiz o'tmaydigan joylarni ko'rib, keyin kemaga chiqamiz. Kemada ham 8 kun sayohat qilamiz. Bizani avtorskiy turlarimizni unikalnosti ham shunda. Ya'ni biz mana bunaqa kichkina shaharlarga ham kirib chiqamiz, port shaharlarga ham kirib chiqamiz. Yevropani pashta hech qaysi mashhur joy qolib ketmaydi. Hamma o'zining Instagram uchun yaxshi kontent qilib ketsa bo'ladi. Keyin Eiffel Tower tagida mana bunaqa kichkina suvenirchalar sotib turishadi. Bu suvenirchalar o'zi fignya pul turadi. O'shani sizlarga qimmat yetib qolishadi. O'shaning uchun Parij kelganda men bilan kelinglar. Donne-moi si de rire, je n'ai pas des bijoux de chez Chanel, je n'ai pas, donne-moi une limousine, je dirais quoi, pa-pa-ra. Hammaga assalomu alaykum. Fransiyadagi birinchi tongimiz boshlandi va nimaga aynan Parij shahridan men Airbnb oldim. Gostinitsa emas. Shuni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Kichkina obzorchi. Bu bizani
oshxona va nima desa bo'ladi? Gостиный hol. Bu yerda kirmoshina, dazmol, kofe apparat, gaz plita, hamma narsa, hamma sharoitlar bor. Bu yoqda sanuzel, bu yoq yotoqxona, 2 kishi bemalol sig'adi. Bu yoq esa dush. Xullas, uy juda ham keng. Birinchi navbatda uy juda ham keng va shinam. Ikkinchi navbatda men puldan ancha ekonom qildim. Nimaga deganda, meni kirlarim bor, dazmollarim bor. Otelga borsanglar, buni hammasi 5-10 yevrodan pul turadi. Otel olsanglar bunaqa tinchlik bo'lmaydi. Airbnb ni ham joyini tanlab olish kerak. Minuslari ham bor, hamma narsani plyusi bo'lganiga yarasha minusi ham bo'ladi. Nima minus desanglar, Airbnb uylari to'poy odamlar uchun emas. Airbnb dan uyni o'zingiz topib kelishingiz kerak, o'zingiz kirishingiz kerak, o'zingiz ko'chani qaysidir burchagidan yoki qaysidir magazindan kalitlarni olib, topib, keyin uyga kelishingiz kerak. Hammasi po idее juda ham oson. Tushungan odam uchun, tushunmagan odam bo'lsa, uyni topolmasdan o'tib ketadi. O'shaning uchun o'zini plyuslari, minuslari ham bor. Faqat men tanlagan выборim shu. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Belgiya poytaxti Bryusseldamiz. Ko'pchilik o'zbekistonliklarni bu joy e'tiboridan chetda qolgan, lekin bu joyning chiroyini ko'rsanglar. Aynan shu shaharda dunyodagi eng muhim qarorlar ham qabul qilishi mumkin. Chunki bu shahar Yevropa ittifoqi markazi hisoblanadi. Ya'ni 29 ta davlatning poytaxti Bryussel. Bryusselda Yevropa Kengashi, Yevropa komissiyasi, NATOning bosh qarorgohi ham Bryusselda joylashgan. Lekin Bryusselning o'zining xalqi 3 soatlab oddiy kartoshka free haqida ham gaplashib o'tirishligi mumkin. Hayot bu yoqda juda ham boshqacha ritmda oqadi. Schengen vizasi yo'q odamga bu joylarning vibe'ini qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Tushunmaydi-yu, 8 kun gostitsiyada yotadigan odam. Manzarani ko'ryapsizlarmi? Bryussel juda ham go'zal shahar. Menimcha Parijdan ham chiroyli. Nimaga men ikkinchi marta Bryusselga kelyapman degan savolga javob berishga harakat qilaman hozir. Bryusselga o'tgan safar kelganimda juda ham menga kamlik qilgan. Hozir ham o'zi kamlik qilyapti, lekin chidashga majburman. Boshqa planlarimiz bor. Kruizga chiqishimiz kerak. Bryussel men o'zbekistonliklarga kelishiga juda ham tavsiya qilaman. Nimaga deganda, aholisining 30-40% bu musulmonlardan tashkil topgan. Madaniyati bizga yaqin, odamlari juda ham muloyim, halol ovqatdan umuman muammo yo'q. Xullas har xil din vakillari, har xil millat vakillari bu yoqda birga jipslashib yashashadi. Shahar juda ham chiroyli. Arxitektura deysizmi, night life deysizmi yoshlar uchun. Xullas Bryussel hamma odamlar uchun shahar deb hisoblayman. Dunyodagi yagona shahar. Bu yoqda byurokratlar ham bor. Bu yoqda o'sha Washingtondan keyingi turadigan lobbistlar, siyosatchilar, yana kimlar, biznesmenlar, oddiy odamlar, oddiy biznesmenlar, xullas har xil turdagi odamlar Bryusselda ahil va inoq yashashadi. Bu juda ham kam uchraydigan holat. Bryusselda yana bitta yoqtirgan tarafim bu hamma yoq urbanlashib ketmagan. Hozir sizlarga живой misol tariqasida ko'rsataman. Qaranglar. Ikkita odam gaplashib o'tiribdi, bolalar futbol o'ynashyapti. Velosiped haydashadi, skuter haydashadi. Xullas hamma yoq rangli, faqat seri emas. Bryussel o'zini nima desa bo'ladi? Qadriyatlarini, chiroyini mana shu ranglar bilan ushab turgan, o'sha insoniylik, insonni bir-biriga bo'lgan hurmati, bir-biriga bo'lgan sevgisini ushab turgan shahar.
Bizda nabarot bo'lib ketyapti. Ya'ni hamma yoq seriylashib, urbanlashib ketyapmiz. Farqimiz shunda. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Italiya aeroportiga keldik va mana shu yerdan xudo xolasa kruiz portiga ketamiz. Italiya aeroportida menga yoqqan bitta narsa, bu yerda hamma o'zini bir xil tutadi. Xoh u sotuvchi, uchuvchi, politsiya, tozalovchi xodimlar hamma bir xil. Italiyani izyuminkalari. Scusa me, is this margarita? Yes. Can you give one? Yeah, people. Hozir margarita yeb ko'ramiz. Ichidagi eng haloli shu. Men sizlarga hozir Italiyadagi juda ham bitta gastronomический vokzalni ko'rsataman. Bu Rim terminisi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan TravelX bizda Costa Smeralda kemasini ichki kayutasini obzor qilib beraman hozirlarga. Ketdi. Svet uchun har doimgidek turadi. Xo'p. Mana bu bizning kayutamiz. Bu yerda bir kishi yotadi. O'zi lekin umumiy hajmi 4 kishiga bemalol yetadi. 1 kishi, 2 kishi, 3 4 kishi bemalol sig'sa bo'ladi. Kayutamizda nimalar bor? Televizor, har doim havo haydab turadi, isitadi, sovutadi, xullas hammasi kontrol ostida. Xohlaganinglarcha qo'ysanglar bo'ladi. Общий chiller sistema emas. Telefon, reception, room service, любой joyga telefon qilsanglar bo'ladi. Portlar, hop. Fen ham bor dash. Endi asosiy xonalardan bittasi bo'lgan sanuzulni obzor qilamiz. Bu bizning sanuzul. Xullas yashasa bo'ladi, yomon emas deydi. Shunaqa joy. So'ngmi? Bor ekan. Umidjon, yoqdimi? Dim bir ajoyib. Costa Smeralda kemasi juda ham zo'r qurilgan xullas. San'at asarini ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi faqat italyanlar qo'ldan keladi. Kruizi plyuslari bo'lganiga yarasha minuslari ham bor. Endi bu minusga kiradimi yo'q bilmayman, lekin biz hozir internet sotyapmiz. Internet 2 kishiga 70 yevrodan tushyapti. Teshib o'tadigan narx. Endi o'zbekligimiz uchun shunaqa bo'lsa kerak. Chunki bizda internet arzon. Bizda arzonchilik. Xullas, Umidni birinchi kruizga chiqish haqida so'raymiz. Umid nechga oldi? Вообще odam shokda. Odam shokda. O'ylaganimdan ham 100 ming barobar zo'r. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bu narsalarni ko'rib turib, odam prosta tafakkur etadi. Allohning yaratib qo'ygan bu go'zallikini ko'rmasdan o'tish bilmayman doğrusu.
zo'rligidan ko'chada uxlab qolma. Bu shunaqa zo'r kompensatsiya bo'ldi. Men по-любому bunaqa erta uyg'onmas edim. Menimcha Costa Smeraldaning eng katta ustun tomoni bu uning atmosferasi. Ertalab dengiz manzarasi bilan uyg'onish, kun davomida kemaning turli burchaklarini kashf qilish va kechqurun palubada quyosh botishini tomosha qilish. Aynan shu lahzalar kruizni unutilmas qiladi. Ko'chada uxlab qolganim uchun umuman afsuslanmayman hozir. Chunki kompensatsiyasi Ovqat masalasiga kelsak, bu yerda ham bufet, ham alohida restoranlar mavjud. Tanlov juda katta, hatto halol ovqat topish ham muammo bo'lmaydi. Agar bizdan tavsiya so'rasangiz, bufetni tanlagan bo'lardik. Sababi tanlov ko'proq. Xohlagan taomingizni o'zingiz tanlaysiz va deyarli har kuni yangi taomlarni tatib ko'rish imkoniyati bor. Bu joyga kirganingizdan keyin bitta narsa bilan juda ham qattiq kurashishingiz kerak bo'ladi. U ham bo'lsa nafs. Assalomu alaykum everyone. Kemamiz Rim shahridan Savona shahriga yetib keldi. Kecha Rimda uyg'ondik. Kecha Rimda chiqdik. Bugun Savonada uyg'ondik. Xullas, hozir shaharni aylanishga ketamiz. Dengizni o'rtasidamiz. Birov bilan yashayor. Hammaning o'zining namushligi bor. 3 ta DJ o'ynayapti. Hammada xalq xilashuvlar. Xullas, kruizda hayot zo'r. Barselona shahridamiz. Sagrada de Familia'ni aylanishga ketyapmiz. Ahmet, Albatta do'stlar, Barselona shahriga yetib keldik va sayohatimizni davom ettirmoqchimiz. bu restoranning bufetdan farqi bu yoqda dunyodagi top reytingga kiradigan oshpazlar bizga ovqat olib berishadi. Hozir har bittasini bitta alohida ko'rsataman. Bu restoranda elektron menyu bor. O'sha menyudan xohlagan narsangizni bitta etib, yeb ichib bo'kib qolgunizcha ovqatlansangiz bo'ladi. Bugun shu opani ovqatlarini yirgamiz. Ko'pchilikda kemada har doim mana turbulentnost bo'ladi, chayqaladi kema, meni ko'nglim ayniydi deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Men sizlarga hozir oddiy stakan bunaqasida misolda ko'rsataman. Hop. Mana stakan. O'shim g'imillamayapti. Mana hamma narsa joy-joyida turibdi. Bu narsa o'zingizlarning miyangizda trevoga qilmasanglar hech nima bilinmaydi. O'zini aslzoda deb hisoblaydiganlar uchun mana bunaqa ovqatlar. Nima ovqat bu? Cheesecake. Qam datingan? Mazasini tushunmadi. Aytmanku mazasini tushunmadi. To'g'risi, restoranda javnaqa shirin ovqatlar yo'q. Men bufetda yaxshiroq deb bilaman. Shuning uchun bufetga borib ko'proq ovqatlanaman. Chista kontent uchun bugun restoranga keldim. O'zi в целом restoranlarga borsanglar ovqatlar unaqa shirin emas. Restoranga shirin ovqatlar uchun borilmaydi. Restoran chista mamlaqa kiyim olib, европейский ko'rinish uchun boradigan joy. Va shunaqa. Servis ko'ringlar. Thank you. Gracias. Menga birinchisi yo'q shunga bunaqa ovqat kelibdi. Yoqimli ishtaqa? Alang, qarab o'tirma. Olamiz. Xullas. Ovqatlanib oldik endi. Xullas, bizga ikkinchi ovqat keldi. Ikkinchi ovqatimiz mana to'g'risi nomini ham bilmayman, qanaqa yeyilishini ham bilmayman. No, Amberjack. qimmat ketyapti. It's baliq, brother. Bu baliq. Baliq ekan. Tatib ko'ramiz. Tatib ko'ramiz. Tak. Prim.
Maza olsam nima bo'lsam? O'ta noyobdan. 10 yilda bir, 15 yilda bir tortib ketadigan narsa. Raznoобразие uchun yelar ekan. And your guy. Thank you. Dessertga bizda nimadir napoletano. Xullas, restoranga kelsanglar mana shunaqa rasmiy ovqatlari ham takoy wow degan odamlar pishiradigan. Xullas qimmat joy. Kruiz pulini mana shunaqa restoranlarda ovqatlarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Yoki kim kelgan ovqatni ham ko'rsataman sizlarga. Ovqat qilma. Dessert. Blueberry yogurt terrine. No sugar. Shunisi zo'r bitta ovqatlari sog'lom. Sog'lom ovqatlar berishadi. Даже shirinliklarigacha. Sizga yoqimlimi? Mami. Yes. Good. Kemada 7 yoshdan 70 yoshgacha razvikatsiyaning narsalar bor desam, adashmagan bo'laman, chunki aynan mana shu joyda yosh katta odamlar yig'ilib o'tirishadi. Bu yoqda ular uchun jonli musiqa o'ynab turadi. Hozir Sitsiliya orollarida joylashgan Palermo shahridamiz va portni o'zini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqning o'zida 3 ta gigant kema turibdi. Birinchisi bu bizaniki Costa Esmeralda. Ikkinchisi Tui kemasi, uchinchisi o'sha hammaga O'zbekistondagilarga mashhur bo'lgan MSC kompaniyasining Splendida kemasi. 10 mingdan 15 mingtagacha bo'lgan odam hozir bitta shaharda, bitta portda mana shu joyda dam olishyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yoqda hamma uchun sharoit bor. Yosh bolalar uchun futbol o'ynashyapti. Bu yoqda akvaparklari, kattalar restoranlarda, barlarda, kim xolasa ichkarida, xullas sharoit zo'r. Kruizda faqat yashab bersanglar bo'ldi. Mana bitta narsa ko'rsataman. Chimadanlar. Bu yoqda ham chimadanlar. Bu liba bugun kirayotganlarniki, liba chiqayotganlarniki. Kruiz ishchilari o'ziga terminalga olib chiqib qo'yishadi. Sizlar yuk ko'tarib yurmaysizlar. Mani etajim Roma deb aytiladi. Har bitta qavat shunaqa nomlangan Italiya shaharlari bilan. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Har bitta qavat xuddi o'sha shaharni kulturasi bilan bezatilgan. Bu etaj esa Napoli.
O'zbekistonda juda ham bitta mashhur narsa bor. Italyanskiy pizza deb gapirishadi. Italiya o'zida ham italyanskiy pizza degan narsa yo'q-da. Bu yerda Napolini pizzasi bor, Rimni pizzasi bor. Xullas bitta sayohatni o'zidaman. 4 ta davlat, 5 dan ortiq shahar, minglab tonnalab ovqatlar va o'nlab tanishlarni orttirdim. Va ketkizgan pulimni afsuslanamanmi? Yo'q, umuman. Da bu narsa menga qimmatroqga tushdi. Oddiy Antaliyaga borib 8 kun yotishdan ko'ra. No, bundan umuman afsuslanmayman, chunki kruiz sayohati в общем в целом aytganda, mana shu Bryussel, Parij kruiz sayohati menga juda ham katta emotsiyalar berdi, har xil ideyalar keldi menga. O'zbekistonga kelib yana yashashga meni undadi bu narsa. Va sizlarda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Kruiz kemalari yil 12 oy dengizbor portlardan har doim yurib turadi. Shuni hisobga olgan holda biz orqali kruiz kemalariga chiqsanglar, bizni o't a doya sizlarni сопровождение qila olamiz. Ota-onalar bo'ladimi? Tam o'zingizlar chiqasizlarmi? Kruiz o'zida hamma shart-sharoit bor, даже imkoniyati cheklangan odamlar uchun ham. Va bu sayohat menga shunaqa narsa berdiki, Parijda o'tirgan joyimda ilhomlanib, biznes reja qilib, endi TravelXda har hafta dekabr, yanvar oylari uchun Parijga to'g'ridan-to'g'ri reyslarda bizning joylarimiz bor va biz orqali bemalol Parijga borasizmi, Amsterdam, Bryussel, kruiz sayohatlari hammasiga 2 oy davomida Rojdestvo, Yangi yildan keyingi kanikulla uchun bemalol chiqib Yevropani TravelX orqali sayohat qiling. Sayohat odamga erkinlik beradi. Miyeli qanaqadir borderlarni kesib tashlaydi. O'sha o'zingizga qo'ygan limitlarni sekin kesib, TravelX orqali уже Yevropaga chiqsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Bizani operatorimiz Siroj syomka qildi buni. Texnik komanda bunyodni ko'rsatamiz. YouTube videoga. Sen montaj etding-ku? Bo'ldi. Xullas bu bunyod bizani videolarni montaj qiladi, bu Sirojiddin bizani videolarni syomka qiladi va men sizlarni sayohat kontenti bilan ta'minlab turaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloji boricha ko'proq sayohatga chiqinglar.